Umuman ishlamayapti. Yo'q, sudralgan ahvolda kelganman. Qachondan beri ishlamay qoldi oyog'ingiz? 10-dan beri, 10-siladan beri. Akangiz operatsiyadan keyin oyoqlari ishlashni boshladi. Rossiya davlatida o'zlarini doktorxonasiga bordim. Bu yerda davolanasan dedi. Davolandim, bu yerdan foyda topa olmadim. Rossiya davlatida shu ahvolga tushib qoldim. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Navbatdagi bemorimiz Matmusayev Baxtiyorjon aka bizni Xolis klinikasiga L3-L4 dischurasi aniqlanib murojaat qildilar. Aka qalaysiz, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr, a'lo darajada. Akamiz bizni klinikamizga murojaat qilganlarida shikoyatlari oyoqlaridagi og'riq va ikkala oyog'i ishlamay qolishiga shikoyat qilib kelgan. To'g'rimi aka? To'g'ri. Qachondan beri ishlamay qoldi oyog'ingiz? 10-dan beri, 10-siladan beri. Akamizda 10-iyuldan beri ikkala oyoq ishlamay qolgan, ya'ni o'ziga bo'ysunmay qo'ygan. Qayerlarda davolandingiz aka? Rossiya davlatida shu ahvolga tushib qoldim. Rossiya davlatida o'zlarini doktorxonasiga bordim. Bu yerda davolanasan dedi. Davolandim, bu yerdan foyda topa olmadim, ta'sir qilmadi. Oxiri keyin O'zbekistonga jo'nashdi, O'zbekistonga ketaman deb, Xudoga shukr, mana shu yerda davo topyapman. Akamiz kelganlarida aytganimizdek umuman oyog'i ishlamasdi. Hozir videosini qo'yamiz, ko'rishinglar mumkin. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Bugun operatsiyadan 4-sutka. Aka, oyog'ingizni ishlating bir. Ishlatib berasiz. Akamiz operatsiyadan keyin oyoqlari ishlashni boshladi. Qanday xursandmisiz aka? Rahmat, Xudoga shukr. Xudoga shukr. Bunaqa ahvol u yerda yo'q edi. Umuman ishlamayapti. Yo'q, sudralgan ahvolda kelganman. Sudralgan ahvolda kelgan. Operatsiyadan xalqimiz qo'rqadi aka. Bularga nima tavsiya qilasiz? Men operatsiya qildirsam oyog'im ishlamay qoladi. Shunaqa gaplar bor. Operatsiya qildirsam oyog'im ishlamay qoladi. Falonchi operatsiya qildirgan ekan oyog'i ishlamay qolibdi. Mana dischurasini oldirmagan holatda ham akamiz oyog'i ishlamay qolgan. To'g'rimi aka? Bularga nima tavsiya qilasiz? Qo'rqishni keragi yo'q ekan. Xudoga shukr, mana rahmat doktorlarimizga. Oyoqlarimni mana qimirlatdi. Xudo xohlasa yurib ketaman. Bu ahvol u yoqda bunaqa bo'lmadim. Va qimirlatish, boshqa narsa u yerda yuz bermadi. Bir hafta yotdim Rossiya shifoxonasida, bu narsa bo'lmadi. Xudoga shukr, mana mashaga kelib 3 kun, 4 kun ichida mana shu narsa bo'ldi, yuz berdi. Xudo xohlasa harakatlar bor, Xudoga shukr. Bir oydan keyin yurib kelasiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Rahmat doktorlarimizga, medsestralarimizga, barchasiga rahmat. Biz xursandmiz. Hozir akamiz tiklanish davrida, oyoqlarda harakat boshlandi. Endi bu yog'iga aka o'zingizdan harakat qilasiz. Xudo xohlasa, harakat. Aytgancha bizdan harakat qilamiz. Rahmat barchalarga. Xudoga salomat bo'ling. Rahmat hammalarga, rahmat. Bir oydan keyin Xudo xohlasa yugurib kelib, ko'rish nasib. Xudo xohlasa.